Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana xudo xolisa bizni birinchi ishimiz mana akamizga davlat ishida ishlayotganlar o'zlari bo'lmasalar mana biz kelib chiroyli qilib beryapmiz. Hurmatli yurtdoshlar, bu Dumaloq Apolovkamizni mana chiqqan ishi mana vibratsiyalarni solib chiroyli qilib quyilgan xudo xolisa 10 tonna o'zimiz. Mana shu yerda 2 kishi quygan xolos. Xudo xolisa Namangan viloyat, Andijon viloyat, Farg'ona butun vodiy bo'ylab ijaraga beramiz bu Apolovkamizni. İcra xizmati bilan shug'ullanadigan akalarimiz bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsa, Apolovkani yasab beraveramiz xudo xolisa. Mana knopkalarni qo'yib, yer bilan beton to'xtashga qilingan. Bu Dumaloq Apolovkamiz bitta yaxshi tomoni shundaki, o'rtasidan totadigan qilib montaj qilib qo'yiladi. Har safar 10 litrmi, 20 litrmi, 30 litrmi suv tortilganda doimiy ravishda aylanma harakat qilib turadi suv. O'sha hisobiga aylamaydi ham, tortilmagan holatda ham o'zi aylanib harakatda bo'lib turadi suv. O'shaning uchun xudo xolisa shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, biz sizlarga taklif qilamiz. Aytaverasizlar, pastdagi nomerlarga telefon qilib murojaatga chiqaverasizlar. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar.